Hammamizga aytishadi. Suv ich, ko'p ich. Har kuni 2 litr suv. Agar ichmasang maja. Обезвоживание, ya'ni suvsizlik, kasallik, hatto o'lim. Lekin shu 2 litr, ya'ni 8 stakan gap qayerdan chiqqanini bilishni istasizmi? Haqiqat shundaki, bu hech qanday ilmiy manbada isbotlanmagan. Hatto aytilmagan ham. Biz tanada dunyodagi eng zo'r sensorga egamiz. Uning nomi chanqoq. Tanangizga suv kerak bo'lganda, o'zi sizni xabardor qiladi. Agar faqat chanqaganda ichsangiz sog'lomsiz, hech qanday qiyinchilik yo'q. Unda nima uchun odamlar bu qadar suv ichishni shiddat bilan talab qilishyapti? Javobi oddiy: marketing. Evian suvi ortida turgan kompaniya va shunga o'xshashlar o'nlab yillar davomida bizga ichmasang kasal bo'lasan degan qo'rquvni singdirishdi. Ular hatto ilmiy jamiyatlar tuzishdi, go'yoki sog'lom hayot uchun ishlaydigan. Lekin bu ilm o'zlari tomonidan yozilgan va moliyalashtirilgan. Sababi elementarni Watson. Ko'proq suv ich, ko'proq sotib ol. Endi sizdan so'rayman. Siz rostdan chanqadingizmi yoki qandaydir marketolog reklama tuzog'imi?